Aziz yurtdoshlar, sizlar Maqsadbek usta degan kanaldasizlar. Bizi kanalda kuzatib borsalaring, shunaqa yangi darvozalar nech pulga kelib o'rnatildi, nech pul bo'lyapti, kvadrati qancha, darvozamiz nech pulga kelib o'rnatildi, shu haqida to'liq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz Andijon viloyati Ulug'nor tumani 100 yillik degan qishlog'iga kelib o'rnatdik. Darvozamizni ko'rishlari mumkin. Juda ham chiroyli darvoza bo'lib chiqdi. O'z uylariga ham yarashib, ko'rtiga ko'rt berib turibdi. Darvozamiz haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Videomiz oxirigacha ko'rsalaring. Aziz yurtdoshlar, darvozamiz ikkilik qalin lista qilingan. 100% aytayotgan gapimizga javob beramiz. Ikkilik qalin lista. Ichlari esa shumkali variantda darvozamiz keldi. Darvozamizning nomi Afsona fason deb aytiladi. Aziz yurtdoshlar, shu birinchi qavatini yopishtirilib, ikkinchi qavatini qo'yilib turganda mana shunaqa joylari polni shumizatsiya qilingan, avtomobilni shumizatsiya. Darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Asosiy stoyka qismlari esa ikkalasi chekkadagi asosiy stoyka qismlari 8 ga 8 ikkilik stenada qo'yildi. Aziz yurtdoshlar, taylari esa rossiyskiy shu 8 lik shivellardan qo'yildi. Avtomobil kirib chiqqanda bemalol kirib chiqib, katta yuk mashinaga kirganda ham ezilib bukilib ketmaydi. Bularga ham gapimizga aytayotgan gapimizga, albatta gapimizga javob beramiz. Aziz yurtdoshlar, ko'rishlari mumkin. Tepalari esa lazerda o'yilib, chiroyli shunaqa o'ziga high-techga moslashtirib, lazerda o'yilib, listni chiroyli qilib tepasiga setka holatga keltirib qo'yib berganmiz. Aziz yurtdoshlar, yana aytib o'taman, mana bunaqa 8 ga 8 stoykasini ham bu yoqda kuzatgan bo'lishlari mumkin. Darvozaning ichkari tarafdan qaraganda tashqari tarafi, tashqaridan qaraganda ichkari tarafi ko'rinmasligi uchun bunaqa joyda asobi 2 ga 2 profil tashlab ketilgan. Bundan maqsad u yog'i ko'rinmasligi uchun shunaqa umuman darvozamizni ko'rishlari mumkin. Umuman ayib, nuqson shunaqa joyi yo'q. Darvozamizning bundaqa joylari esa qora joylari nerjevinka yo yaltiroq narsa qo'yilmagan. Aziz yurtdoshlar, avtomobilning shu brendi yaxshi kraskadan sepilib, ustidan chiroyli qilib 3 sloylak berilgan. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni nech pulga kelib o'rnatildi deganga, bo'yi 384 ga, ya'ni 360 bo'ldi. Shu ko'rib turgan joylaring 13 kvadratga bordi. 13 kvadrati, aziz yurtdoshlar, 1 kvadrati 1.300.000 dan kelib o'rnatildi darvozamiz. 1 kvadrat 1.300.000 dan bo'lsa, 13 kvadrati 17 million so'm pul bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, kuzatuvchilarimiz kommentariyada yozishyapti, orqa taraf qanaqa bo'ladi usta, shunaqa degan kuzatuvchilarimizga orqa taraflarini ham ko'rsatib beramiz. Hurmatli operator aka. Aziz yurtdoshlar, orqa tarafini ham ko'rishlari mumkin. Orqa taraflari ham xuddi shu holatda bo'ladi. Orqa taraflari oldiga qanday mehr bergan bo'lsak, orqa taraflari ham xuddi shunaqa qilib mehr berib, juda ham chiroyli holatga keltirilgan. Ko'rishlari mumkin. Shanler qismlari esa bunda ham hammasida chiroyli qilib, pachimlikli qilib, teshiklari esa mana shunaqa joydan shprisda ozgina moy oqizdirib qo'ysalaring, bunaqa joydan moy sekin sizib chiqqanda to'xtatiladi, yog'lanadi. Hammasini ko'rishlari mumkin, hammasiga pachimlikli. Hattoki shunaqa kalitkasiga ham pachimlikli qilib qo'yilgan. Shandirlarimiz hammasi chiroyli. Zatori esa bunaqa sentr zamoy bo'ladi. Shu bitta qo'l yordamida ayol kishimi, yosh bolalarmi bo'lsa, bemalol ochib, yopib ishlarni bitirib ketaveradi. Zamoylariga esa aytib o'tganimizdek 5 yil garantiya beramiz. Zamoylari 5 yil ichida biron bir joy atkas qilinmagan bo'lsa, shularni ham kelib almashtirib berib ketamiz. Orqa taraflari ko'rganlaringda xuddi shunday holatda. Oldi taraflari esa xuddi mana shunaqa holatda bo'ladi. Kimga shunday chiroyli ish, sifatli ish xohlaganlarga bemalol ekranimiz tagiga telefon nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol darvoza qo'ydiraman deb yurgan aziz yurtdoshlar bemalol telefon qilsalaring
ishlaringni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Aziz do'stlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yuzlaringda hech qachon tabassum tark etmasin.